bo'lajak kuyovimizga baqalagan. Chiroyli deb yig'lab o'tiradi, qotgan nonga. Aslida bu she'r ancha oldin yozilgan, lekin o'qishning ayni payti. Men erkakman. Qadrim topgan pullarimga teng. Oilamdagi tinchlik pul topishdan teng. Ishlarim o'ngidan kelganda doim opamga ukaman, singlimga aka. Nogoh balo kelsa taqdir xudoyim, keraksiz bo'laman, yoqimsiz taka. Oila boqish uchun ketaman uzoq. Boshimdan o'tganin bilmaydi hech kim. Ko'z qiladigan orzular tuzoq. Ko'ksimda ne armon so'rmaydi hech kim. O'zimda orzu yo'q, balki bo'lgandir. Barcha orzularim umumiy, bir xil. Bilmam, yurakkinam qachon o'lgandir. Bu jumboq hammaga yechilmas chigil. Har yon talabgorlar, mas'ul bir menman. Dunyo yuklarini orqalayman jim. Mas'uliyat katta, qadri bir tiyman. Mening ahvolimni so'raydigan kim? Dunyo jar soladi, to'xtamasdan hech. Ayolga adolat ber deb doimo. Erkaksan, o'zingdan, o'zligingdan kech. Xuddi erkaklikning o'zi bir samo. Dunyo ko'zlarini qizil qon bosib, urush qilajagin bildirsa nogoh, o'z bo'ynin shubhasiz sirtmoqqa osib, avval yigitlar qilinar ogoh. Ayollar qadri deb kuyguvchilar ko'p, tenglik deb hayqirar, qo'llari titrar. Ey ayol, erkakning qadoq qo'lin o'p, axir borayotir kundan kun nurab. Haqiqat shundaki, ayol va erkak bir-birin to'ldirib turuvchi hikmat. Yigit aqldir, ayolchi yurak. Ayol va erkaklar ikki xil xilqat. Kerak bo'lsa tenglik oling bemalol. Urushlarga boring old qatorlarda. Sizlar ne desangiz bo'larkan halol. Ayollar qolgandek yot satrlarda. Do'stim, yecholmadim ushbu jumboqni. Erkaklar yuragi ne deb uradi. Juda ko'p gapirdik ayol haqida. Erkakning qadrichi qancha turadi?